Bunday qilsam ham yaxshimi? Hı? Bunday qilsam ham yaxshimi? Hı. Geçen hemen oturayım. Zeytinden kırık oldu. Hozirchi? Hazır. Ben lekin kirmagan bo'lmadim. Qayerga? Sen passam, qo'y Sardor. Sog'ing yaxshi. Zo'r o'zing yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ketdingmi Rossiyaga? O'sha yerdamisan? Yaxshi qiz tanishsa bo'ladimi deb. Pasman. Bilasan o'zing ham. Ay 800 mingga kirib o'tirsang, o'sha pulingni oqlaydi o'sha yoqtirgan xonandaga. Kirsang konsert. Mazza qilib yuboradi-ku. Butun narsalar esdan chiqib bo'kirasan nima? Sen qo'shiq aytasan, o'ynaysan, jippillab. Chetdan nima gaplar? Tinchmisan? Kerak emas. Sochim bor-ku, deverganda. Said aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Jonimlar. Leche, elde. Вечер, öl. Sir chiqdi. Salom, yaxshi qiz. Yaxshi, o'z qilis. Tishim ichiga bir narsa kirib qolgandek bo'lyapti. Shunday yomon ko'ryapman. Ondan chin atarish kerak. Hozir men tishimni ko'rsatsang, yo'qolib qolasan. Pirog olib kelsang bir jigarmidi. Chatoq oshqozon nimadir deyapti. Nimadir xohlayapti. Ya frukt yeyman. Fruktu? Frukt. Nima edi? Meva chuchuman. Frukt degan anavi ham bor-da, ichimliklarim. Frukta. Ha, okey. Labim yorilib keladi. To'rib kelaymi mevalarni? Yedishsashdi. Mana cho'lkanim bugun yuvdim turmayapti joyida. O'zimga o'xshab jirtillab qolgan cho'lkam. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Shunday. Shahrar aka, assalomu alaykum. Kerak emas shahlo chiqyapti, bo'lma qaqara. Kerak emas sumbul sochlaring. Sen Mening uchun kifoya sening shirin so'zlaring. sen meni o'ylayapsan. Alaykum salom qilis. Yaxshi, o'z qilis. Nima qilib pirogni olib kelaymi yoki mevami? Shunisi xohlamaysan. Hech narsa. Katta qiz bola. Asta sekin. Qapu. Ana deganing charos bo'lyaptiman. Menga kim odamcha tayyorlayapti mana. Rahmat. Deganing otini o'zgartirganman. Choras deganing. Hayz deydimi? Fayz aka dedi. Hayz. Hayz degan ism bo'lmasa kerak, chichiman. Shunaqa deb eshitdim-da, men nima? Ey, ha, rais debdi. Bu chichi hayz deb eshitdim. To'g'ri tushunamiz. Hali bola yosh.
Sen bizni gapga quloq solmay o'zing ishingni qil. Menga hech kim yozmayapti-da.